Assalomu alaykum, hurmatli Suyis Buxara kuzatuvchilari. Ismim Adizbek, Suyis Buxara avtosalonida menejer bo'lib ishlayman va men o'zimning shaxsiy YouTube kanalimni ochdim. Aynan Suyis Buxarada bo'layotgan barcha imtiyozlar, barcha yangiliklarni Adizbek Avtoblog kanalidan kuzatib borishingiz mumkin. Videodan uzoqlashmang. Suyis Buxara avtosalonida hozirda sotuvda ikki xil model mavjud. Bu Southwest S07 hamda Southwest S09. Har ikkala model ham 7 kishilik premium klassdagi oilaviy crossover hisoblanadi. Video davomida har bir modelni obzorini qilib beramiz. Bugungi obzorimizda aynan Southwest S07 ni luxury full komplektatsiyasi hisoblanadi. Aynan bu obzorda barcha detallari, barcha ma'lumotlarni videoda ko'rsatib hamda ma'lumotini berib o'tamiz. Aynan shu ko'rib turgan modelimiz Southwest S07 ni luxury komplektatsiyasi hisoblanadi. Bunda dvigatel 1.6 litr объем turbo GDI hamda 197 ta o't kuchidan iborat. Городской siklda, ya'ni shaharda o'rtacha rasxodi, ya'ni sredniy rasxodi 7 litrdan 8 litr tashkil etadi va dalnida endi stabilni desak ham bo'ladi, 5.5 6 litr rasxodi bor. Xo'p, motor xonani o'zini ham bir ko'rsatib o'tsak, bu dvigatelimiz juda bir soddalashtirilgan. Ko'rishingiz mumkin. 4 silindrdan iborat hamda tsepli motor, ya'ni zanjilda hisoblanadi. Switcha bobina, ya'ni dostupni joyda joylashgan, injektor ham dostupni joyda joylashgan hamda zaslonka. Hattoki dinamni ham ko'rish mumkin, ya'ni dostupni joyda joylashgan. Qo'shimchasiga turbina ham dostupni joyga joylashgan va motor xona 80% gacha shuma izolyatsiya qilingan hamda motorning pastki qismi karter strahofka bilan jihozlangan. Ya'ni karter strahofkasi bor pastki qismida. Bu motorimiz Germaniya mahsuloti hisoblanadi va 200 ming kilometr probeg kafolati bor. Xo'p, mashinamizning tashqi dizayni haqida qisqacha ma'lumotini berib o'tsam, aynan bu modelimiz 2025 hamda 2026 top dizayniga tegishli hisoblanadi. Bunga misol zamonaviy 3D reshotka hamda biz bilgan o'sha Li 7, Li 9lardagidek mono LED chiroqlari bilan jihozlangan birga bir va 540 gradus kamera, ya'ni polniy diapazon mashinamizda bor. Ya'ni mashinadan tushmagan holatda mashinani pastki qismini ham ko'rishingiz mumkin. Va adaptivniy proyeksionli linziviy optik faralar bilan jihozlangan. Ya'ni bu faralar juda ham bir aqlli hisoblanadi, ya'ni matritsali deyiladi, ishlash prinsipi. Oftob botganda o'zi avtomatik tarzda yonadi. Dalniy chirog'i 300 metrdan 350 metrgacha yo'lni yoritib beradi hamda strechkada dalniy blижний avtomatik tarzda o'zi ishlaydi. Va yana qo'shimchasiga misol uchun pavorotga kelganingizdan keyin rulni qayirganingizda mashinadan oldin pavorotni yoritib beradi va siz pavorotni nazorat qilib bemalol qayirilishingiz mumkin. Va qo'shimchasiga oldi orqa parktroniklar bilan jihozlangan. Va alohida e'tibor berib o'tsak, mashinaning yerdan balandligi 32 sm ni tashkil etadi. Diska balonlarining ma'lumotini bersak, mashinamizning shinasi 20 diagonal hisoblanadi, GT Comfort hamda diskani qo'ymasi juda ham bir sifatli qo'ymadan ishlangan. Bunda misol yo'lda bir chuqurroq yamaga urilgandan, padacha berganda ham deformatsiya bermaydi, treshina bermaydi hamda восьмерка bo'lmaydi. Va yana qo'shimchasiga har to'rtala kolos ham diskiviy tormoznoy sistema bilan jihozlangan va o'zini o'zi sovutish tizimi ham bor albatta. Modelimizning kuzovi atsinkovka hisoblanadi, ya'ni korroziyaga uchramaydi. Ya'ni atsinkovni stal atsinkovkasi 70% ni tashkil etadi va qalinligi 0.9 ga 1. Bunga misol buni bemalol kelib o'zingiz guvohi bo'lishingiz mumkin. Xo'p, keling endi mashinamizni ichki salon dizayni bilan tanishtirib o'tsam. Xo'p, ko'rib turganingizdek, S07 modellarimizning salon dizayni bu Mers dizaynda kollaboratsiya qilingan hisoblanadi va salonning ichi 80% koshadan iborat. Bunga misol eshik obshivkasining tepa qismi, o'rta qismi juda ham sifatli kojadan ishlangan va alohida choklariga e'tibor bering, juda ham did bilan ishlangan. Xo'p, funksiyalariga kelsak, bu modelimizda slipoy zona, beskulchovoy dostuplari sensorda hisoblanadi va 3 kishiga mo'ljallangan sideniya xotirasi mavjud. Abduf, abagrev sistemalar bor, ya'ni ham isitadi, ham sovutadi. Va o'rindiqi elektropaket, ya'ni elektronni 6 bosqichda ishlaydi. Xo'p, ana endi salonni funksiyalarini bir boshdan sanab o'tsak. S07 luxury modelimiz bu intellektualni juda ham aqlli funksiyalarga boy model hisoblanadi. Torpeda qismidan bir boshdan ma'lumotini berib o'tsam, splashnoy tablo monitor,
multimedia speedometer alohida hisoblanadi. Torpedamizning ustki qismi sifatli kojadan ishlangan, o'rta qismi aquaprint, black piano hamda xrom kombinirованный deyiladi. Pastki qismi ham sifatli kojadan ishlangan. Labovoyimiz spiralli hisoblanadi. Ya'ni qishni kunida, misol uchun tashqariga turgan holatda 30 sekundda muzlaydimi, qorda turadimi, eritish tizimi bor. Ruliga kelsak, elektrousilining multimediya rul deyiladi. Ya'ni oddiy gidrolika yoki-da elektronika emas, bir barmoqda boshqarish mumkin. Funksiyalariga kelsak, rulni o'zida ikki xil rejim mavjud: komfort hamda sport. Va qo'shimchasiga bu modelimizda cruise control, adaptiv cruise control, polosodержатель hamda bespilotnik tizimlari bor. Ya'ni bespilotnik deganda mashina o'zini o'zi haydovchisiz boshqarish tizimiga ega. Ya'ni passajir tomonda o'tirgan holatda mashina o'zini o'zi boshqarib ketadi. Bu modelimiz 3 xil rejimda harakatlanadi. Ya'ni eko, normal, sport va yana qo'shimchasiga gorniy podyom hamda gorniy spust rejimlari bor. Ya'ni bu perivalda haydash rejimi va qo'shimchasiga mashinamizda ovozli tizim mavjud. Ya'ni голосовой управленияsi bor, rusifikatsiya qilingan. Ya'ni siz mashinada chalg'imagan holatda barcha funksiyalarni bajarishingiz mumkin. Hattoki S07 ning luxury komplektatsiyasida zavodskoy video registratori hamda diktofoni ham bor. Mana endi 3 zonali iqlim nazorati pastki monitor hisoblanadi. To'liq o'zbek tiliga o'girilgan, ya'ni o'zbek tilida perevod qilingan. Bu modelimizda беспроводной zaryadniki bor, ya'ni sovutish tizimiga ega, быстрый zaryadka deyiladi, 50 watt. Ana endi uzatgich dastagi bu qo'l mehnati xrustaldan ishlangan. Apparat stanokda ishlanmagan. Elektronli ruchnik hamda avtohold tizimi bor. Avtohold tizimi haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsam, remen taqqan holatda svetoforga borib to'xtagandan keyin skorost D ga turganida oyog'ingizni gaz tormozdan olasiz, mashina o'zini o'zi parkovat qilgan holatda turadi va siz gazni bossangiz, mashina yana harakatda davom etadi. Barida холодильники bor, ya'ni sovutish hamda isitish tizimi bor. Va qo'shimchasiga 1,5 kvadrat kattaligiga ega panoramli lyuk bilan jihozlangan. Xo'p, ana endi mashinamizni orqa qismiga o'tsak. Ko'rib turganimizdek, mashinamizning orqa qismi juda ham keng. Bir boshdan bar qismidan ma'lumotini berib o'tsam, barida orqa qatori uchun deflektorlari bor, USB portlari bor hamda iqlim nazorati ham bor. Qo'shimchasiga orqa o'rindiqlari isitish tizimi bilan jihozlangan. Ko'rib turganingizdek, kojalarga alohida e'tibor bersak, juda ham did bilan ishlangan choklariga va perforatsionli terlatmaydi. Panoramli lyukni kattaligi haqida yana bir ma'lumotini berib o'tsam, juda ham keng, ya'ni 1,5 kvadratdan iborat. Ana endi sideniyamiz spinkasini o'zgartirsa bo'ladi. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Uzoq yo'lga chiqdingiz, charchamagan holatda spinkani yotqizib, yo'lda davom etsangiz bo'ladi. Va bu hali hammasi emas, hamda regirovka qilsa bo'ladi. Ya'ni orqa oldin borib keladi, ko'rib turganingizdek. Xo'p, bagaj qismiga o'tsak. Xo'p, S07 modellarimizni bagaj qismi elektronli hisoblanadi. Ya'ni bu salondan tushmagan holatda salonni o'zidan ochib yopsa bo'ladi, bagajni o'zidan ochib yopsa bo'ladi hamda masofadan turib pult orqali ochib yopsa bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, 6-7 o'rindiqlari tikka turgan holatda bagaj hajmi 100 litrni tashkil etadi. Endi zarurat bo'lganda ishlatiladi, albatta 6-7 o'rindiqlarimiz, lekin ko'pincha bagaj sifatida ishlatiladi. Marhamat. Agar siz bagaj sifatida ishlatsangiz, shunda umumiy hisobdagi bagaj hajmi 460 litrni tashkil etadi. Va qo'shimchasiga kojinni shtorkalari ham bor. Xo'p, buni ham biz video davomida ma'lumotini berib o'tamiz. Marhamat. Bagaj sifatida ishlatilinsa, kojinni shtorkani ham o'rnatishingiz mumkin. Bunda komplektatsiyaning o'zida domkrat, buksir shayba, balonni ключ, aynan zapaskasi pastki qismida hisoblanadi. Ya'ni zapaskaning joyida tabletka balon o'rnatsangiz bo'ladi. Boya videoni boshida aytganimda, oldi orqa parktroniklari bilan jihozlangan, ya'ni DTP ehtimoli bo'lsa sizga ovozli tarzda xabar beradi hamda hushyorlikka
chaqiradi. Выхлопной sistemasi har ikkalasi ham ishlaydi, ya'ni bu obmanka emas, bular Euro 5, ya'ni ifloslanishni 70% ga qisqartiradi. Bagajda disk rejimlari bor, hamda oynalarida panoramasida ham bor. S07 modellarimizni orqa stoplari ham monoled chiroq bilan jihozlangan. Ko'rishingiz mumkin, bir dona ham lampochka ishlatilmagan va eng asosiysi 6 yil kafolatiga ega. Va eng asosiysi bu ходовой sistema hisoblanadi. Ходовой sistemasi независимый McPherson, ya'ni har biri mustaqil ravishda harakatlanadi. Xo'p, S07 Luxury komplektatsiyasini sotuvdagi narxi 403 million. Barcha to'lov usuli asosida xarid qilib olishingiz mumkin. Naqd, avtokredit, перечисление, hattoki рассрочка imtiyozlari bor. O'zbekistonning 12 ta viloyatidan yurtdoshlarimiz, mijozlarimiz kelib, atigi bitta pasport evaziga o'z otlariga rasmiylashtirib olishlari mumkin. Chegirma so'ragan yurtdoshlarimiz uchun chegirmadagi narxi 364 million. Aynan S07 Luxury komplektatsiyasi hozirda aksiyaga tushganligi sababli aksiyadagi narxi 334 million. Aksiyadagi mashinalarimiz soni cheklangan, muddati cheklangan. Hammangizni Suis Buxara avtosalonida kutib qolamiz. Qo'shimcha ma'lumot uchun pastdagi raqamlarga telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin.